Oynoy jahon ortidan kuzatib turganlarga assalomu alaykum, hurmatli tadbirkor aka. Biz sizga bepul darslikni YouTube kanalimizga joylashtirib qo'ydik. Umumiy qilib aytganda biz nima ish faoliyatini yurg'izamiz va qanaqa sizga foydamiz tegishi mumkin. Aynan sizning mahsulotlaringizni, sizning molingizni, sizning mashinangizni, sizning orqada turgan yangi qurilayotgan binolaringizni sotib berish bilan shug'ullanamiz. Bu narsa bilan 4 yildan beri o'zim ish faoliyat olib boraman. Juda ham ko'p tadbirkorlar bilan ishlaganman. Ularning savdosini oshirib berganman. YouTube'da bepul OLX bo'yicha darslik tayyorladim. Kommentariyaga plus belgisini qoldiring. Sizni direktingizga ссылкасini tashlaymiz, ko'rib chiqib bemalol o'zingizga kerakli ma'lumotni olishingiz mumkin, foydali bo'ladi degan umiddaman. Qo'shimcha sifatida aytib o'taman, ishlab chiqaruvchi, diler, distributor nima yo'nalish bo'lishidan qat'iy nazar hammalarni hamkorligiga chorlayman. Ma'lumotni olish uchun pastda belgilangan raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar. Bepul darslik bo'yicha ham yozinglar. Oynoy jahon ortidan kuzatib turganlarga rahmat. Hammalarning kuningiz xayrli o'tsin.